Lolo Pepe. Buni Seserdada tug'ilgan hamma ko'rgan bo'lish kerak. Hushyor bo'lib osmonga qarab yurishinglari kerak. Agar ular hujum qilsa, darrov qochib biron bir pana joyiga berkininglar. Tushundinglarmi? Tushundik. Barakalla. Va men bularni Avstraliyada uchratdim. Avstraliyadagi pingvinlar. Qush turgubiga kiruvchi pingvinchalar kichkina mayda yoqimtoy hayvonlar. Avstraliyada har xil yovvoyi hayvonlar, zaharli ilon, o'rgimchaklar, qushlar, tabiatda har qanaqa turini ko'rish mumkin. Boshqa joyda uchratmaydigan kaula, yoshligimizda bo'lardi buni rasmi, eslayman. Kengurularning ham har xil turi bor. Bu yerda mana kenguru, oq kengurusi bor, uni kulrang, cassowary, bu boshida toji bor tuyaqush. Xullas Avstraliyaga kelsanglar, tabiat har qanaqasini ko'rasizlar, hayvonot olamini.